psixologlarga tosh otadi Feruza Normatova. Chala psixolog kim o'zi? Haqiqat nima? Nima haqiqat emas, hammasini ko'rsatib beradi. Ajrashgan ayollarning ko'pi psixolog bo'lib ketyapti. Psixolog bo'lgandan keyin ajrashib ketayotganlar juda ham ko'p. Va bu norma deb bilaman men. Ayol o'zini quldek his qildimi, u o'sha qullik hissini bolasiga ham beradi. Odamlarning gapiga tupurib qo'ydim. Odamlar ham senga tupuradi. Sabr qachon o'zini qiynashga aylanadi? Assalomu alaykum. Bu Atirgul TV YouTube kanalining foydali suhbat dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli psixolog Oybarchin Obidova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybarchin opa, xush kelibsiz. Atirgul TV YouTube kanalini foydali suhbat dasturiga. Taklif uchun rahmat. Ko'rganimizdan xursandmiz. Oybarchin opa, Oybarchin Obidova o'zi kim? Bugungi kundagi kuchli psixologmi yoki oilalarni ipidan ignasigacha tahlil qila oladigan kuchli mutaxassis? Oybarchin Obidova avvalo oddiy inson, oddiy ayol, mutaxassis sifatida aytganingizdek o'z sohasini ustasi va juda ham ko'plab oilalarni ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni tiklanishiga, munosabatlarning yaxshilanishiga sababchi bo'lgan mutaxassis. Xursandmiz javobingizdan. Oybarchin opa, ko'plab mana intervyularingizni kuzataman-da, kuzatdim va o'tda tanqid qilasiz. Ko'p aktrisalarni, san'atkorlarni. Birinchisi Feruza Normatova. Qo'yilish qiz yashasin. Nimaga unaqa tanqid qilyapsizlar? Siz qayerdan bilasiz uni oilasini? Endi ochiq ommaga aytiladigan ma'lumotlar bor, aytilmaydigan narsalar bor. Hali ochiq omma tayyor emas ma'lumotlar bor. O'sha aytilmaydigan manbalar bo'yicha yetib kelgan ma'lumotlarga asoslanib gapirganman. Avvalo, to'g'ri, birovning shaxsiy hayotini muhokama qilish bizga emas o'zi, lekin meni u yerda aytib o'tishim asosiy sababi qariyb 4 yil, 5 yildan beri psixologlarga tosh otadi Feruza Normatova. Va bilasizmi, har bitta otilgan tosh hurmatsizlik avvalo. Kecha o'sha eng anaqa sizlar deb bilayotgan psixologlar bilan ham gaplashdim. Keltirib berdim xatolarini bitta ikkita, chunki ustozlarim bor meni ham. Ularning narsasini ustozlarimdan so'rasam, xatoligini menga faktlar bilan keltirib berishdi. Shunchaki meni omma oldida aytishga haqqim yo'q. Sizlar gapirsanglar bo'ladi-yu, ishlaydi-yu men bet. Voy, nima deyapsiz? Men betda noto'g'ri gapiryapsiz desanglar, ular qo'rqadi. Agar veliki shaman dursanglar, ular ham men zo'r ekanman deb ketaveradi. Chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma o'zining sohasi bo'yicha harakat qilyaptimi? Hamma mana shu yer sayyorasining rivojiga hissa qo'shyapti. Biz hech kimni rivojiga yoki hech kimni kasbiga tosh otmaymiz. O'zi psixologlar eng xalqparvar xalq bo'ladi-da va hammani qo'llovchi bo'ladi, lekin oxirgi paytlarda nafaqat Feruza Normatova, boshqa jurnalistlar ham psixologlarni qurol qilib gapirishayotgani to'g'risi og'riqli bo'lyapti. Va aynan kecha kunda hamkasbim bilan gaplashganimda aytyapti-da, hech qaysi negativni shunda qoldirmaslik kerak ekan, atvet qaytarish kerak ekan, chunki har bitta negativ otilganda yutdingizmi, u sizni ichingizda yashashni boshlaydi, sizni rivojlantirmaydi. Javob qaytarganingizda bu sizga yuqmaydi, siz rivojingizga ta'sir qilmaydi. Shuning uchun biz ham yutdik, hurmat qilib va oxiri keragidan ortiq bo'lib ketgandan keyin shundan keyin javob tariqasida nimaga meni qarshimdan chiqmaydi, mana shu tanqid qilayotganlar chiqsa, men kerakli javobimni qaytargan bo'lardim bularga degan ma'noda aytib o'tdim. Endi bitta Feruza ma'nosida men Feruzani ijodini hurmat qilaman, yo'lini hurmat qilaman. Iloyim, mana shu tanqidiy sifatda aytilgan gap ham to'g'ri ta'sir qilib, turmush o'rtog'iga ham yaxshi ta'sir qilib, baxtli bo'lib, javobgarlik olib Feruzani qanchalik baxtli qilsa, biz bundan xursandmiz, chunki parda ortida ko'rsatilmaydigan narsalar bor. Afsuski, xalqda aldab bo'lmaydi. Shu ma'noda aytib o'tganman. Hozir gapingiz orasida ko'p jurnalist dedingiz-ku. Qaysi jurnalist sizni tanqid qildi? Aynan meni tanqid qilmagan. Sohamga nisbatan tosh otilingan. Menimcha o'qimagan psixologlar deyishdi. O'qimagan psixologlar deyishyapti, chala psixologga ajratishyapti yoki professionalga ajratishyapti, lekin bilasizmi, vaqtida Nabi Rahimovlarni bilsangiz, aktyorlarni, xalqning ichidan chiqqan talantlarda ular. O'zi har bitta sohani odam hayot tayyorlaganiga qarab tanlaydi.
undan keyin muhimligi darajasi oshib borgani sari ha buni demak qonuniylashtirishim kerak ekan deb professionalizmini o'rganadi. Bu narsalar keyin chiqqan narsalar-ku demoqchiman. Lekin insonga yuqtirilmagan bo'lsa u narsa, ming siz o'rganing, o'qing, odamlarga yordam bera olmaysiz. O'z sohangizdan kelib chiqqan holatda. Chala psixolog kim o'zi? Kimlarga aytiladi chala psixolog deb? Chala psixolog deb bugungi kunda jamiyat bo'lishi ongiga kelib ajratyapti. Mutaxassisligi to'liq bo'lmagan deb aytishyapti-yu, lekin shu mutaxassisligi to'liq bo'lmaganlar ham bizni rivojimizga xizmat qilyapti aslida. Ya'ni ular bilan qanchadir ma'noda yoki ongini tayyorligi darajasida ishlab ko'rishyapti va odamlar ajratyapti, xalq ahmoq emas. Yaqinda bitta so'z eshitib qoldim, ya'ni ajrashgan ayollarning ko'pi psixolog bo'lib ketyapti. O'zini hayoti bu yoqda muammoli. Ulug'bek Rahmatullayev shu so'zni eshitganimdan keyin Ulug'bek Rahmatullayev bitta qo'shig'i esimga tushdi. Tabib. Men davo istab borgan tabib o'zi ham bemor ekan. Albatta, agar mutaxassisni o'zi, ayniqsa psixolog hayot ustozida o'zi bu yo'ldan o'tmagan bo'lsa, ya'ni odamlarga gapirayotgan ma'lumotlari bo'yicha o'sha hayotiy tajribalarni qaysidir ma'noda bosib o'tmagan bo'lsa, yashab o'tmagan bo'lsa, uni gapini ta'siri juda ham kam bo'ladi. Hattoki bilasizmi, nimani Ibn Sinoni oldiga bir bolachani olib kelishadi. Juda taniqli hikoya bor. Olib kelishadi, 40 kundan keyin olib kelinglar deydi. Keyin 40 kundan keyin olib kelishganda asal yemagin bolam, xo'pmi deydi. Keyin men shuni 40 kun oldin ayta qolmadingiz, o'sha kun asal yegandim deydi. Asal yemagin deb gapimni ta'siri bo'lishi uchun men avvalo o'zim mana shunga amal qildim deydi. Xuddi shu ma'noda aytmoqchimanki, bugun psixologlarda ko'p ajrashib ketgan deb qarash bo'lsa, bu to'g'ri haqiqatdan ham, chunki o'zi psixolog bugungi kundagi jamiyatimizdagi psixologlar nima uchun psixologiyani tanlayapti, shuncha yillik yo'nalishini tark etib, yo'nalishini o'zgartiryapti. O'sha yaqinim deb bilgani, suyanchiq bo'lishi kerak bo'lgani, himoya qilish kerak bo'lgan insonlaridan chegaralari, haq-huquqlari poymol qilinaverganidan, ezg'ilanaverganidan, najot topolmaganidan, aslida insoniylik sifatida qilinishi kerak bo'lgan oddiy narsalar ham ko'p ko'rilgani uchun, turtilishdan charchagani uchun to'g'ri yo'lni topishni faqat mana shu psixologiyada ko'radi. Va albatta psixologiya sizga haqiqatni to'laqonli ochib beradi. Haqiqat nima? Nima haqiqat emas, hammasini ko'rsatib beradi. Lekin undan keyingi qarorni qilish sizni o'zingizga qoladi-da. Ya'ni haqiqat qidirib ketaversak, albatta mehr muhabbatsiz qolib ketamiz. Shunchaki undan keyin siz o'zingizni haq-huquqlaringiz poymol qilinishiga yo'l qo'ymaysiz-da. Bu haqiqatlar bilganingizdan keyin shu ma'noda ilmli bo'lishga harakat qilishyapti ayollarimiz. Ajrashish masalasiga keladigan bo'lsak, albatta turmush o'rtog'i tomonidan juda ham ko'p turtilib charchagani uchun psixolog bo'lgandan keyin ajrashib ketayotganlar juda ham ko'p. Va bu norma deb bilaman men. Sababi agar baxtli bo'lsa u ayol nega psixolog bo'ladi? Yoki nimaga ajrashadi? Yaxshi erkakni kim qo'yib yuboradi? Qaysi ayol qo'yib yuboradi, to'g'rimi? Bu tomoniga qarashmaydi-da, o'zi shaxsiy hayotini eplasin. Ya'ni bizning jamiyatda shunchalar musulmon diniga qarama-qarshi qarashlar, xatti-harakatlar shunchalar yuqoriki, ya'ni o'sha bitta odamning muvaffaqiyatsizligini ustiga yana ham ko'proq narsa ag'darish shunchalik kuchliki bizda. Balki sababi bordir. Nima sabab bo'ldiki, shu ayol shunaqa qilyapti deb qarashmaydi-da. Ayol kishini qoralash bizning jamiyatda juda ham yuqori. Qo'llab-quvvatlashdan ko'ra. Nimaga deb o'ylaysiz? Buni sabablarini men juda ko'p joylarda aytib o'tganman. Bir millatni egallamoqchi bo'lsang, u millatni ayollariga bo'lgan hurmatni tushir va u millatni ilmli insonlarga bo'lgan hurmatni tushir, u davlatni qurol-yaroqsiz egallaysan deyilgan mashoyixlar, donolar. Xuddi shu ma'noda SSR o'sha Chor Rossiya bosib olgan paytida mana shu tuzum qo'llanilgan. Ayol o'zini quldek his qildimi, u o'sha qullik hissini bolasiga ham beradi. U o'sha hisni eriga ham beradi. Eri qaysidir lavozim rahbari bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha mas'ul ishni uddalayotgan odamdek, lekin haqiqiy rahbar emas. Chunki uni uyida bitta mazluma, hurmati joyiga qo'yilmaydigan ayol uyda o'tiradi.
o'sha hisni xohlaydimi yo'qmi hech bo'lmaganda er xotin yaqinlik munosabatida beradi ayol baribir bu narsani. Va ko'rib turibsizki, bizni jamiyatdan o'sha chiqadigan, yonadigan, talantni namoyon qiladigan insonlar juda yillar davomida, uzoq yillar davomida yetib keldi. Mana hozir endi paqillab chiqishni boshladi. Nimani hisobiga? Psixologiyani kirib kelganiga O'zbekistonga 10 yil bo'ldi. Mana shu 10 yilda ayollarimiz o'zi bilan qattiq ishladi, dunyoqarashini o'zgartirdi va farzandiga munosabatni o'zgartirib boshladi. Turmush o'rtog'iku endi o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin farzandida umidi bor-ku, farzandiga bo'lgan munosabatni o'zgartirish orqali, o'ziga munosabatni o'zgartirish orqali mana bugungi kunda yutuqlarimiz ko'paydi. Hozirgi kunda nimaga odamlar niqobda yashayapti? Ya'ni ikki xil odam. Juda ko'pchilik. Ha. Chunki odamlarda qo'rquvi katta. Aslimni ko'rsatsam, meni borimcha qabul qilisha olmaydi deb o'ylashadi. Bunaqangi jamiyatda bunaqangi yondashuv o'sha oiladan boshlanadi avvalo. Odamlar nima deydi? Mana bunaqa qilsang odamlar nima deydi? Uyalmaysanmi? Biz odamlar oldida sharmanda qilding-ku degandek gaplarni ko'p ta'kidlashadi. Demak, status odamlarda e'tiboriga loyiq bo'lish. O'sha ota-ona aytayotgan narsani olish uchun ular odamlar bilan kelishishga harakat qilishadi. Nimaga biz shunaqa yashashimiz kerak? Odamlar nima deydi? Bu kim? Bu nima deydi? U nima deydi? Nima uchun? Odamlarga tupurib qo'ydim deb gapirayotgan, yozib chiqayotganlarni ko'p ko'ryapman-da. Biz aslida bir-birimizsiz hech kimmiz aslida. Ya'ni biz hammamiz bir butunlikni tashkil qilamiz. Qaysidir ma'noda odamlarning gapini ham inobatga olish kerak. Ya'ni haddi chegarasi darajasida. Lekin odamlarning gapi sizni shaxsiy hayotingizni hal qilmasligi kerak. Bizda o'sha shaxsiy hayotimiz darajasiga aralashib boradigan darajada ruxsatni o'zimiz berganmiz avvalo. Lekin men butunlay qarshiman. Haligi odamlarning gapiga tupurib qo'ydim. Odamlar ham senga tupuradi. Agar siz odamlarga tupursangiz, odamlar ham sizga tupuradi. Odamlar bugun 7 milliarddan oshib ketdi yerning aholisi. Va bu degani siz endi odamlar bilan hisoblashga qaysidir ma'noda majbursiz. Chunki endi yetib keldik shu narsaga o'zi aslida, lekin bu davrga yetib kelgungacha biz odamlarimiz shu siz ham bizni hayotimizga egallab bo'lgan edi. Lekin men juda qiynalaman. Bu shunchaki sizga singdirilgan qarashlardan qiynalasiz, siz odamlardan emas. Chunki hozirgi kunga kelib aslida kim bilandir kimnidir ishi ham yo'q zamonga yetib keldik aslida. Agar siz taniqli shaxs bo'lsangiz, publichniy odam bo'lsangiz, sizni har bitta harakatingiz, xatti-harakatingiz e'tiborda bo'lishi mumkin. Lekin siz rivojlanmagan, qanaqangidir o'zini oilasi darajasida rivojlangan deylik, inson bo'ladigan bo'lsangiz, sizni hayotingiz unchalik ham atrofdagilarga qiziq emas, hatto yaqinlaringizga qiziq emas bugungi kunda. Mana shu ma'noda qarab ko'rsak bo'ladi demoqchiman. Bugungi kunda ayollar ko'proq nimadan qiynaladi? Tushunilmaslikdanmi yoki ro'zg'ordanmi? Tushunilmaslikdan. Oila tarafdan. Aynan turmush o'rtog'i tomonidan tushunilmaslikdan. Aslida ayolga hamma yengillik yaratib berish kerak. Turmush o'rtoq ayolga yengillik yaratib berish uchun ayol uchun yaratilindi. Erkak uchun ayol unga ham yengillik yaratish uchun, ya'ni uni emotsional og'irliklarni olish uchun deymizmi, yaratilindi. Ya'ni bir-biriga kerak qilib yaratilindi, lekin bugungi kunda ayollar haddan ortiq vazifalarni bajaryapti. Lekin erkaklar o'zining vazifasiga mas'ul bo'la olmayapti va erkaklarning vazifasi ham ayollarning bo'ynida qolib ketyapti. Farzand tarbiyasi faqat ayol kishining ishi emas. Farzand tarbiyasida otaning o'rni ham roli juda ham katta. Bu narsalar haligi bolalar tarbiyasi, uy yumushlari, boshqalar hammasi ayolniki deb qarashlar va bugungi kunda ayoli ham oilada ham jamiyatda rivojlanishga majbur. Va eng qizig'i, ishlab kelayotgan erkak ishlab kelgandan keyin dam olishga haqli. Ishlab kelayotgan ayolchi u kelgandan keyin ishlab kelgani uchun o'zini aybdor his qilib ovqat qilishga majbur. Farzandlarga qarashga. Farzandga qarashga majbur. Uy yumushlarini qilish kerak. Ha. Va qo'llab-quvvatlash yetishmaganidan ayollarimiz qiynalishyapti. Bo'lmasa biz ayollarimiz juda ham oilaparvar. Erkaklarning fikri qanaqa men bilmayman, men o'zim kuzatuvlarim asosida aksincha ayollar o'z haq-huquqini va o'sha
oilaga berish me'yorini unutganidan qadrsizlanyapti-da. Ayolda tabiatida shunaqa narsa borki, oilasiga, yaqinlariga komfort yaratish. Mana shu narsa uni minusiga ham ishlaydi. Ya'ni komfort yaratishni chegarasi qayergacha unutib qo'yadi-da, yana ham qulaylik yaratay, yana ham qulay bo'lay, mana bunaqa qilsam yaxshiroq bo'ladi, ularga o'zini yaxshi his qiladi deb mani yaxshi ko'rishadi. mani yaxshi ko'rishadi, kirib ketib, oxir oqibatda qadrsizlanadi-da va o'zi xohlamagan, kutmagan munosabatlarni olib, xafa bo'lib o'tiradi. Lekin shu uchun ham rahmat eshitmayotgan ayollar bor. Juda ham ko'p. Bugun jamiyatni 80% ayollari oilani ham tebratyapti, bolani ham tarbiyalayapti, erkakni gapini ham eshityapti va uni javobgarligini olmayotgan, ehtiyojlarini, moddiy ma'naviy ehtiyojlarini qondirmayotgan erkakni fe'lini ko'tarib yashashga majbur bo'lyapti. Ya'ni shu onalarimiz davridagidan bugungi davrda ayoliga qiyinroq deyman men. Ko'pchilik sabr qilyapman deb o'ylaydi-da ayollar. Sabr qachon o'zini qiynashga aylanadi? Sabr tushunchasini to'liq tushunishmaydi avvalo va sabr bilan chidashni ajratisha olmaydi. Sabr bu siz voqelikni ko'rdingiz. Aytaylik, erkak kishi sizni tushunmayapti. Tushunmasligini qabul qildingiz. Tan oldingiz erkak kishi sizni tushunmayotganligini va mana shunga mos duoingizni, niyatingizni o'zgartirib Xudodan so'rashni boshlaysiz. Ey Xudoyim, erim meni tushunadigan qilgin, shuni ko'ngliga meni tushunishni solgin deb Xudodan so'rashni boshlaydi, misol ayol kishi. Ya'ni o'zimizni diniy tushunchalar bo'yicha tushuntiradigan bo'lsam. Va mana shu ma'noda ma'lum vaqt talab qilinadi so'raganlari kirib kelishiga hayotiga. O'sha paytda bor voqelikka taslim bo'lib yashaydi ayol. Ayol ham, erkak ham, kim bo'lsa ham. O'zgartirib bo'ladigan narsalar bor, o'zgartirib bo'lmaydigan narsalar bor. Ya'ni bizni ta'sir doiramiz ta'sir qila oladigan darajadagi narsalar bor va ta'sir qila olmaydigan narsalarimiz ham bor demoqchiman hayotimizda. Endi chidash bu o'sha voqelikni qabul qila olmayapti va bu voqelik u ayolga zarba beryapti, og'riq beryapti va farzandlarim uchun chidayapman. Lotasi o'smasligi uchun. Majburman. O'zi yomon ko'radi, yomon ko'rib qolgan. Butunlay ko'ngli qolib ketgan, lekin farzandlarim uchun chidayapman. Farzandlarim uchun nima qilishim kerak, yashashim kerak, degan nimada munosabatda hech qanaqa muammoni hal qilishga harakat qilmasdan yoki duoni ham, niyatni ham o'zgartirmasdan o'sha qarama-qarshilikda yashash bu chidash. Lekin ayol o'zini dunyosini o'zgartirish orqali yoki yonidagi insonga ta'sir eta olishi mumkin, yoki o'zgarmasa u inson hayotdan chiqib ketishi mumkin, yoki boshqa shakldagi qaytib kelishi ham mumkin. Nega ayrim ayollar yillar davomida o'zini qadrini unutib yashaydi? Avvalo ayol qadrsizlikni oilada ko'radi. Ona misolida. Biz ona o'laroq farzandimizga qanday yashash namunasimiz? Ya'ni bizda tarbiya berishga kirishib ketishadi-ku, aslida tarbiya berish emas, aslida bugun ona o'zini hayotini, o'z realligini o'zgartirish orqali, to'g'ri namuna bo'lish orqali farzandiga qanaqa yashashni o'rgatadi. O'sha chidash kerakmi, chidash kerak emasmi, qayerda qadrsizlikka uchrayapti, o'zi qadrsizlikka uchrashga nima sabab bo'lyapti? Ayol o'zini tahlil qilish orqali hammasini to'g'rilab borish kerak o'zi. Lekin hamma u muhim narsalar boshqa joyda qolib, o'sha bolalarga qarash meni asosiy vazifamga kirib ketilingan joyda, ya'ni ayol o'zini balansini, muvozanatini qo'yib yuborgan joyda hayotda buzilishlar boshlanadi. Va buning oqibatida o'sha aytganingizdek qadrsizlanish, qayta qadrsizlanishga uchrayveradi va birinchi bor qadrsizlikka uchragandayoq to'g'ri javob qaytarilmaydi. Ya'ni yengil formatda, albatta urush ko'rinishda bo'lishi shart emas javob qaytarish. Lekin bizda shu urush formatigacha olib boriladi-da. O'shangacha men chidadim deydi, sabr qildim deydi, kutdim deydi, lekin hech narsa o'zgarmadi, oxir oqibatda men bunaqa qildim degan javobni qilishadi. Bu bilan ham o'zlarining ruhiyatlariga, ham oilaning ruhiyatiga salbiy ta'sir bo'ladi. Bu yerdan qaysidir ma'noda yillar davomida qadrsizlanib yashayotgan ayollar uchun gapirish osondek tuyular. Va qaysidir ma'noda haligi qaysidir sohani mutaxassisida endi gapirish oson bunga, o'zi ko'rmaganda deyishi mumkin. Lekin turmush sinovlarini ko'rgan inson sifatida, men ham siz ham ko'rgan inson sifatida ayta olamizki, qadrsizlik bo'layotgan joyda javob qaytarish shart avvalo.
va qadrlash avvalo ayol o'zini qadrlashdan boshlanadi. Ya'ni u eri uni qadrlashni kutishdan emas, o'zi o'zini qadrlashdan boshlanadi. Qanday qilib? Xo'p, men birinchi marta konsultatsiya olganimda 8 yil oldin aytgan edim. Nimaga meni qo'shnimni eri shunaqa hurmat qiladi-yu? Nimaga meni qilishmaydi? Nega men hamma narsa qilaman, erimni kerak bo'lsa cho'miltirib ham qo'yaman. Kelishiga ovqatlar, salatlar hammasini tayyorlab qo'yaman. Nimaga erim arzimagan 200 ming so'm pul bersa ham o'shani hisobini olishga harakat qiladi. Nimaga shunaqa deganimda o'sha psixolog menga savol bergan. Siz o'zingiz uchun kiyinasizmi degan. O'zingiz uchun ovqat qilasizmi degan. Nima o'zi uchun ovqat qilish deganman. Nima o'zi uchun kiyinish deganman. Men shunchalar turmushimga 5 yil bo'lganda o'zimni bag'ishlab o'rgan bo'lganmanki, misol uchun meni bu darajada bag'ishlashimni avvalo erim so'ramagan. Erim oilasi ham so'ramagan. Lekin men oilamda ko'rgan munosabat bo'yicha shu munosabat norma bo'lgan men uchun. Demak, ayol oila uchun o'zini bag'ishlashi, qurbon qilishi kerak degan narsani men onam misolida ko'rib yashaganman-da. Men har doim hayratlanardim ko'rsangiz. Ana Esmeralda kinolar bo'lardi biz kichkinaligimizda. Blanka xonim nimaga har doim bunaqa kostyum o'tiradi uyda? U ish qilmasa, u nima uchun o'sha oilada kerak? Ya'ni bizni oilalarda ayol kishi faqat xizmatchi rolida qolib ketgan-ku. Hamma oilada emas. Hamma oilada emas. Endi biz ko'rgan oilalarda, misol, biz uyimizda ham ishchilar ishlardi. Demak, uydagi vaziyat, uydagi holat farzand uchun oyna. Oyna. Va onani farzandiga bo'layotgan munosabati ham aynan uni qadr-qiymatni shakllantiradi. Avvalo uyda mehnati qadrlanmagan bo'lsa, misol shaxsan o'zim bilaman, onamdan bitta rahmat eshitish, shu hammasi qilardim, shu rahmatni ham eshita olmasdim, rag'batni eshita olmasdim. Hozirgi kunda misol uchun bolam meni uydagi ishlarimga qarashgani uchun qancha pul bersam sen rozi bo'lasan, xursand bo'lib qilasan, qarashasan menga deb so'rayman o'zidan. Ya'ni u mehnati qadrlayotganini ko'rinish kerak. Sizning mehnatingiz qadrlayotganini, sizning istaklaringiz qadrlayotganini avvalo siz oilada ko'rasiz narsani. O'sha formatni siz keyingi oilangizga olib o'tasiz. Ildizda, boshida, bu yoqda hammasi toptalgan bo'lsa, bu yoqdan qadr talab qilganingizni foydasi yo'q. Shu uchun aytaman ayollarga. Qachonki o'z ustida ishlasa, o'z ustingizda ishlasangiz va qadr-qiymatingizni qaytadan endi bu hammani ham bolaligi mukammal emas. Va ota-onalarimiz ham o'zida borini bergan, ayblashdan foyda yo'q. Siz endi ulg'aygan inson sifatida o'zingizni qadriyatlaringizni qaytadan tiklang, joyiga qo'ying, sekin-astalik bilan. Ya'ni oiladagi muvozanatni buzmagan holatda. Va buning oqibatida siz o'zingiz xohlagan hayotni yarating deyman men. Endi u davrda Oybarchin opa telefon bo'lmagan, psixologlar bo'lmagan. O'z qadrimizga yetishimiz uchun, bu narsani tushunishimiz uchun, to'g'rimi? Bir narsani psixologlarga bog'lashni o'zi xato. Yo'q. Chunki psixologlar psixolog bu dono ona degani Hilola. Va ayol kishida, oilani ayolida ilm bo'lsa, bo'ldi, yetarli. Men misol uchun bir davrda katta bo'lgan shunaqa o'rtoqlarim bor. O'zini hurmat qiladi, qadrlaydi. Mana bu yoqdan aylanib kelgan narsamga ular to'g'ri borishgan. Nimani hisobiga? O'zini yaxshi ko'rgani va qadrlagani hisobiga. Ya'ni oilada asosiy qiymat o'zini yaxshi ko'rish va qadrlash berilgan. Bo'ldi, boshqa ilm kerak emas aslida. Mana shu narsa olib qo'yilgani uchun inson qiynaladi yillar davomida. Xullas, ayollar faqat o'zini yaxshi ko'rish kerak birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. O'zini sevishi, hurmat qilishi, qadrlashi va undan keyin atrofidagi insonlar uni qadrlaydi, sevadi, yaxshi ko'radi. Boricha qabul qiladi, shunaqa. Qadr-qiymat joyida, hammasi joyida katta qilinganda ham jamiyat uchun manfaatli insonlar chiqavermaydi-da. Faqat o'zini hayotida, o'zining shaxsiy hayotida baxtli bo'lib yuraveradi. Siz jamiyatga foydali inson bo'lishingiz uchun sizning qadr-qiymatingiz ezg'ilanishi kerak edi. Siz uchun sizni hurmat qilinishingiz muhim bo'lishi kerak siz uchun. Sizni qadrlashlari muhim bo'lishi kerak siz uchun. Bu uchun sizga bu narsa muhim bo'lishi uchun avval bu narsa toptalishi kerak. Toptalish etapidan o'tishingiz kerak. O'shanda siz o'zingiz oilangizdan tashqari ko'proq odamga manfaatli insonga aylanasiz. Bu ham Xudoning rejasida bo'ladi. Ya'niki o'sha bizni bolaligimizda ko'rib kelgan munosabatlar bu faqat anaqaga ziyonga emas. Aksincha munosabatingizni o'sha jarayondagi munosabatni o'zgartirsangiz, bu ruhda o'sish uchun kerak bu tajribalar. O'ylang, hammani samatsenkasi baland bo'lsa, kim ish qiladi? Kim nima ish qiladi, ayting. Qilmaydi hech kim. Hammani o'sha berilgan darajasiga yarasha vazifasini bajaryapti jamiyatda.
Bolalikda eshitilgan birgina tanqidiy gap ham shu insonni kelajagi uchun ta'sir qilishi mumkinmi? Albatta, tanqid bu eng sindiruvchi obyekt desak, qurol desak Shunaqa bo'ladi. deysiz, lekin siz o'zingiz hammani tanqid qilasiz. Ha, sindiruvchi, lekin singan joyingizdan nur chiqadi. Bu yog'i ham Bu bor. yog'i ham bor. Ya'ni siz qancha ko'p sindirilgan bo'lsangiz, shuncha katta o'sishga qodirsiz. Men aytaman, yaxshiyam mana shu bolaligimdan ko'rgan og'riqlarim, ichim qaysirmadi, balki ichim to'la og'riqdir deyman. Yaxshiyam shu og'riqlar berilgani, qancha og'riq ko'p bo'lsa, shuncha vazifa katta degani. Agar og'rig'ingiz jichchagina bo'lsa, siz bitta uyga erishib, bitta mashina olib tinchlanibgina o'tirasiz-da. Bo'ldi, siz ehtiyojingizni qondirdingiz, lekin sizda ichingizda bo'shliq katta bo'lsa va u og'riq bilan to'ldirilgan bo'lsa, siz yillar davomida qoniqish hissi bo'lmaydi, sizni harakatga keltiradigan narsa og'rig'ingiz bo'ladi. Nima bilan to'ldiramiz shuni? Ha, siz ulg'ayguningizgacha aytaylik, siz ichingizni og'riq bilan to'ldirishgandir. Endi ilm olganingizdan keyin har bitta og'rig'ingizni pullaysiz. Qanaqa? Oddiygina anaqa bor, praktika bor. Oddiy, lekin juda ham foydali. Misol uchun aytaylik, sizda 10 kilo oshiqcha ves bor deylik. Bu siz uchun yuk-da. Bu yuk moddiy ko'rinishda bo'lsa, ruhiyatingizda, emotsiya ko'rinishida bo'ladi bu narsa. Endi shuni qarang. Mendagi oshcha 10 kilo vesni qo'yib yuboraman. O'sha normal muvozanatingizni aytasiz, misol uchun 65 kilogramm vaznda sog'lom bo'lishga loyiqman. Siz nima qilyapsiz? Siz o'zingizni og'rig'ingizni pullayapsiz qaysidir ma'noda. Yoki aytaylik, meni uyim yo'qligi, uyingiz yo'qligi sizga og'riq bersa deylik, uyim yo'qligini qo'yib yuboraman, hashamatli uyim bo'lishga loyiqman. Mana shunaqa ko'rinishda siz ongli ravishda og'riqlaringizni moddiyatga, natijaga aylantirishni o'rgansangiz, ilmini olib o'rgansangiz, siz istagan narsangizni hayotingizga kirgizasiz. Men og'rig'i yo'q insondan qo'rqish kerak deyman qaysidir ma'noda. Chunki pustoy bo'ladi, suxoy bo'ladi. So'zlarda ham ta'sir bo'lmaydi. Kimni so'zini ta'siri ko'proq, kimni atrofga manfaati ko'proq desangiz, bolaligida og'riq ko'p ko'rgan insonlarda. Hamma bolaligidan maqtov eshitib, qo'llab-quvvatlanib katta bo'lgan hamma bolalar ham muvaffaqiyatli emas. Ya'ni hammani o'zini yo'li har xilda. Siz o'sha bo'layotgan jarayonlardan nimani olishingizga qarab yo'lingizni belgilaysiz. Mehr ko'rmagan inson keyinchalik mehr bera oladimi? Bera oladi. Nega desangiz, o'zi mehr ko'rmagan-ku. Ha, ko'rmagan. Bizning fitratimizda mehr bor, bizning fitratimizda. Har doim biz ko'rganimizga qarab amal qilavermaymiz. Bu 50% gacha amal qiladi. Lekin sizning yuragingiz tub-tubida mehr berish kerakligi programmasi bor sizda. Chunki siz o'zingiz mehr taratuvchi manbasizda. Shunchaki u atrofdagilarning munosabati orqali uni ustini tosh qoplab qoladi. Lekin ich-ichingizdan bilasiz. Ya'ni sizga qattiq gapirgan odam ham qattiq gapirgandan keyin mana onalarda bo'ladi-yu, bolasini urishgandan keyin uxlagan paytda boshini oldiga kelib yig'lab o'tiradi. Nimani hisobiga? Qattiq gapirib qo'ydim deb afsuslanadi, lekin anu bolaning ruhini programmasi ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun onadan shunaqa ma'lum nima munosabat talab qiladi. Ona ilojsiz shu munosabatni qiladi. O'sha orqali bola harakatga keladi va uni o'sish tili shunaqa bo'lib qoladi. Lekin aytganimdek, hammamizni fitratimizda mehr berish, mehr ulashish borligiga ko'rmagan bo'lsa ham bera oladi odam. Shu joyda bitta savol keldi. Erkaklar. Ayollar energiya berish kerak erkak uchun. Erkak ayoldan oladi energiyani. Ayol qayerdan oladi energiyani? Ayol 100% energiya o'zi. Shunchalar aslida ayolni shunaqa mukammal yaratgan, chidamli, mukammal, emotsional va hayot qilib yaratganda, ayolga bir so'z bilan hayot degan nomni bersangiz bo'ladi. Ayol hamma narsadan oladi, tabiatdan oladi, atrofdan oladi, bolasini kulgisidan oladi, chiroyli buyumdan ham hamma narsadan olib ketaveradi. Chunki ayol shunaqa, tabiat shunaqa yaratilgan. Diqqati qayerda bo'lsa, o'shanga qarab olib ketaveradi. Lekin erkaklarda aytganingizdek, ularda aql kuchliroq bo'lgani uchun ular asosiy emotsiyani, kayfiyatni ayoldan oladi. Ayolga ruxsat berilmagan bo'lsa, ayol faqat uyda o'tirsa, tabiatga chiqmasa, mehr energiya olish uchun, bir o'zi xohlagan o'sha ishlarni qilmasa, misol uchun, undan faqat uyda o'tir, uyda ishini qil va yana menga energiya ber.
o'sha yerda ham misol uyidan energiya oladi, bolalaridan oladi, oshxonadan o'sha formatda oladi endi, ya'ni o'zini uyi doirasidagi energiyani oladi va shu doiradagi energiyani oilasiga, turmush o'rtog'iga bera oladi. Turmush o'rtog'ini ham demak sig'imi shuncha, energiya olish sig'imi shuncha. Ayol qanchalik ko'p energiya bersa, erkakda baraka bo'ladi, erkak ko'p pul topadi. Shunaqa gaplar ham yo'q, qancha energiya bersa emas, ayolni qanchalik orzulari, xohishlari katta bo'lsa, o'sha yerni o'stira oladi. Buni energiya bersaga o'zgartirib olishga, ya'ni o'zlarining ehtiyojidan kelib chiqib, meni ehtiyojimni qancha qondirsa, shuncha u men energiya to'lar ekanman va ko'p ish qilaman. Yo'q, ayolni xohishi o'stiradi erkak kishini. Afsuski, bu stressga bizni ko'p erkaklarimiz tayyor emas, chunki jamiyatda ham erkaklar ham ulg'aygan erkak emas. Ayol xohishini aytib boshlasa, u muammo aytadi deb o'ylashadi va isterika qilishadi. Nega, nima qilishim kerak ekan, namuncha xohishing ko'p, namuncha naqasan, umusan, bumusan, kamsitish orqasida xohishingni kamaytir, menga qulay bo'l degan munosabat yotgan bo'ladi. Ulg'aymagan erkaklar gapingizdan kim ular? Ulg'aymagan erkaklar kim? Ulg'aymagan erkaklar bugungi kunda aksariyat erkaklar ulg'aymagan erkaklar. Aksariyati. Ulg'ayganlari ham bor. Ulg'ayganlari ham bor, juda kam foiz tashkil qiladi. Xuddi dunyoning asosiy qismini oddiy aholi va 2% ni millionerlar tashkil qilganidek, bugungi kunda ham bizda ham xuddi shunaqasi. Nimaga desangiz, bizni davrimizda majburiyat faqat ayolga, qiz bolaga yuklatilindi. Qulay bo'l, xo'pdi, nima desa ham xo'pdi, xo'plarni ekib tashagin, qaynangga qulay bo'l, ertaga bitta ishni yeb olmasang, qaynang ko'tingga deb haydab yuboradi. Anaqa hamma narsani qilish kerak, sepingni taxt qil. Ya'ni o'sha hamma tomonlama xizmat qiladigan, o'sha uyni to'ldiradigan, faqat bizni mashq qizimizni olganingiz uchun rahmat, ya'ni rahmatlar bilan qo'shib beradigan bir avlod yaratdiki, bugun nima uchun jamiyatda ayollar o'sib ketdi? Nima uchun ayollarda puli ko'proq erkaklardan? Kimda javobgarlik bo'lsa, shunda pul bor. Bu o'qdak tuyulishi mumkin, sanchilishi mumkin. Erkak va ayol psixologiyasi ikki xilda. Ayol tug'iliboq mukammal bo'ladi. U ulg'aysa bo'ldi, to'g'ri parvarish orqali. Erkak lekin tug'ilgandan ulg'aygungacha erkak bo'lib shakllanadi. Uni erkak qilib shakllantiradigan uni onasi bo'ladi. Men 3 yoshida o'g'limni magazinga chiqarganman. 1,5 yoshdan pastga o'zi o'ynagan uchardi. Buni onasi yo'q deb gapirishardi qo'shnilarim. Yo'q, o'zi mustaqil bo'lishni o'rgansin deganman. Hozir 12 yoshda bolamni o'zini yig'ilgan puli bor, har bitta yaratayotgan narsasini pullashni biladi bolam. Men aytaman, kechagina maktabdan e'tirozli bir gap keluvdi. Maktab o'qituvchilariga o'zimni e'tirozimni aytdim. Sizlar tadbirkor bolani yopishga harakat qilyapsizlar. Meni bolam tadbirkor, biznesmen bola. Biznesmen bola, millioner bola bir kunda shakllanmaydi. U bolaligidan shakllanadi. U bolaligidan har xil narsani sinab ko'radi. O'ylang o'zingiz, 18 yoshga kirgandan keyin endi mana senga katta hayot, endi sen xohlaganingni qil deb qo'yib yuborsangiz, unda o'g'il bola nimadir qila oladimi? Yo'q. U stabil o'sishga o'rgangan uni tabiati, erkak kishining tabiati. U qiz bola, u berganingizni qilib ketaveradigan. O'g'il bolada u haligi stressga chidamlilikni sekin shakllantiradi-da u. Onalarimiz kichkinaligidan javobgarlikni, majburiyatni o'g'liga topshirib o'rgatsa, unga ertaga oilaning javobgarligini olish oson bo'ladi. Nimaga bugun erkaklar oilani boshqarishdan qochyapti? Nima uchun mas'uliyatdan qochyapti? Nima uchun bolasini ehtiyojini qila olmayapti? Nima uchun? Anaqa zamon qiyin bo'lib qoldi. Zamon aksincha juda ham osonlashib ketdi. Agar sizni g'oyalaringiz bo'lsa, sizni ongingiz yaxshi rivojlangan bo'lsa, dunyo qarashingiz keng bo'lsa, bugun pul topish oson aslida. Lekin aynan javobgarlik ola olmagan erkaklarimiz uchun bugun juda ham qiyin hayot. Juda ham qiyin. Endi biz taksismizda biz shunaqa pul topamiz endi. Oylikka qaragan boramiz endi. Boriga ko'nib o'tirishadi. Lekin ayol yo'qdan bor qilayotgan bo'lsa, o'shani tabiiy qabul qiladi. O'zi yo'qdan bor qilishni o'ylamaydi. Nimaga? Chunki yo'qdan bor qilish funksiyasi shakllanmagan ularda. Ular stressga chidamsiz qilib katta qilindi. Lekin afsuski erkak kishi tabiati shunaqaki, ular stressdan kuch oladi. Ular tabiati shunaqa. Ular qancha stressda ko'p bo'lsa, qancha qiyinchilikdan o'tsa, shuncha ularning kuchi ochiladi. Ayol bo'lsa, komfortda uni energiyasi ochiladi aslida. Ayollar jim yurishi. Muammolarni ko'paytiradi. Boshqacha savol bermoqchi edim. Sabrdanmi yo ichidagi qo'rquvdanmi? Ayol jim yurishimi? Qo'rquvdan. Erini yo'qotishdanmi? Oilasini yo'qotishdanmi?
balki erini tazyiqidan, bosimidan. Chunki sevilgan ayol, hurmatdagi ayol fikrini erkin ayta oladi. Jimmi u ayol gapirish befoydaligini allaqachon tushunib bo'lgan va ulg'ayib bo'lgan. Lekin uni bostirishdan charchamayotgan manipulyator erkak buni tushuna qolmaydi va vaqti soat yetgandan keyin istaydimi yo'qmi bir-birini hayotdan chiqib ketadi. Chunki bu shaklda uzoq yashab bo'lmaydi. Tim bo'la hozirgi sharoitda. Nega ba'zi ayollar shu o'ziga zarar bo'lsa ham o'sha munosabatdan chiqa olmaydi? Chunki o'sha munosabat uni ongosti uchun xavfsiz, u bolaligidan ko'rib kelgan munosabat. Va biz ko'rib katta bo'lgan munosabatlar bizga ziyonligini bilsak ham chiqib keta olmasligimiz sababi biz yangilikni xavf deb bilamiz. Miya har doim yangilikni xavf deb biladi. Ha, siz o'zingiz orzungizdagi ertaknamo hayot tasavvur qilasiz. Lekin nima uchun inson shunga e'tibor olmaydi? Unga ishonmaydi. U bunga ko'proq ishonadi. Ya'ni ko'rgan hayotiga ishonadi, yashayotgan hayotiga ishonadi. Shu uchun chiqib keta olmaydi va yana bitta narsa, bizda tugallamagan ssenariyni tugallatishimiz kerak. Ya'ni qaysi tugallanmagan ssenariyni minnatdorchilik bilan tugatishga yetib kelmaguningizgacha qayta-qayta yashaysiz. Shuni qayta-qayta yashab, charchab, kuchini yo'qotib, yashashga kuchi qolmagani uchun chiqib ham keta olmaydi. Chunki chiqish uchun ham kuch kerak. Tugallanmagan ssenariy bu onalarimizdan kelgan ssenariy. Kelayotgan ssenariy. Misol uchun aytaylik, hurmatsizlik, qadrsizlanish bu tugallanmagan ssenariy. Buni qadrsizlik bilan yashayvermaydi-ku, inson tabiatiga zid-ku bu narsa. Qadrlanish kerak, hurmat qilinish kerak, insonga mos hurmat, tavozi bilan munosabatda bo'lish kerak, erkak ham, ayol ham bir-biriga. Endi hurmatsizlik va qadrsizlik kelyapti avloddan avlodga. O'sha mana bunday qilsam hurmatga ega bo'larmikinman, bunday qilsam qadrlanarmikinman deb 10 yillab, 20 yillab, 30 yillab yashaydi ayol. Lekin oxir oqibatda u shunchaki ssenariyni o'zgartirib, ijobiy ssenariyga o'zini ishontirish osonroqligini bilmaydi. Mana shuni ilmi yetmaydi-da, bunday qilib ko'rsam yaxshi ko'rarmikin, bunday qilib ko'rsam yaxshi ko'rarmikin deb umrini o'tkazadi. Lekin aytganimdek, qadrlamayotgan inson siz o'zingizni qadrlashni o'rganmaguningizgacha qadrlamaydi. Unga yoqishga harakat qilish orqali siz o'zingiz ssenariyingizni o'zgartira olmaysiz baribir. Unda faqat o'zingizni yo'qotganingiz qoladi. Inson o'zini birinchi qadrlashni o'rganishi kerak. Inson birinchi o'zini qadrlashi kerak. Ayniqsa ayol o'zini qadrlashi kerak. Chunki men bitta konsultatsiyamga kelgan anaqani bitta erkak kishini gapidan hayratda qolganman. Erkaklar psixologiyasidan hayratda qolganman. U shunaqa deganki, biz ayollarga, ya'ni butun erkaklar, butun O'zbekiston erkaklari nomidan gapirgandek bo'lgan yoki butun dunyo erkaklari nomidan gapirgandek bo'lgan. Men o'sha yerda shunday tushunganman erkak psixologiyasini. Biz munosabat tashlab ko'ramiz. Agar ayol qabul qilsa, dal shunaqa munosabat qilamiz. Agar ayol qabul qilmasa, biz shunga mos munosabatda bo'lamiz. Bo'ldi, boshqanisi kerak emas. Mana shu formula. Shu formulani ayol tushunmagani uchun ayol qadrsizlanaveradi. Ko'ryapsizmi qanaqa? Qaysi munosabatga ular aql sohibi, ular hamma narsani biladi. Ular qayerda sizni chegarangizni buzayotganini biladi. Nima uchun bugun psixologlar bilan ishlashga qarshi bo'lishyapti? Chunki ular qulaylik doirasidan chiqyapti ayollar. Tili chiqib boshlayapti, o'zini qadr-qiymatini talab qilib boshlayapti. Xo'p, sizga noqulay bo'lsam, siz men bilan hisoblashishga majbur bo'lasiz. Boshqa yo'l yo'q. Hurmat qilishga majbur bo'lasiz meni. Men haqqimni talab qilganimdan keyin. Erkakka ham albatta bu noqulaylik tug'diradi. Xotini bilan hisoblashish. Ba'zi erkaklarga samotsenkasi past erkaklarga noqulay bo'ladi bu. Samotsenkasi past erkaklar. Ya'ni o'ziga ishonchi past. O'ziga ishonchi past. Ishonchi umuman yo'q erkaklar yani. Bor. Bor. Ona tomonidan qattiq sindirilgan bo'ladi ular. Qanaqa sindirish, ona tomonidan sindirish o'zi nima degani? Voy, ona biroz so'z bilan sindiradi. Qanaqa qilib? Nimanidir farzand nimanidir xohlaydi, sen nimani ham bilarding. Bo'ldi, sindi. Sen bilmaysan. Sen bilmaysan. Sen qo'lingdan nima ham kelardi. Bo'ldi, o'zini anaqa erkaklar shunaqa maqtov sohibida, ularga maqtov ko'proq yoqadi. Ular tanqidni ko'tara olmaydi. Tanqidga chidamlilik shakllanadi ularda. Lekin ularning tabiatiga zid tanqid bilan yashashda, o'ylang, podshohlarga ham podshohim siz dunyolar podshohsiz desa qanaqa ko'klarga ko'tarilib yana ham dunyoni egallagisi kelgan, ularning avlodiga ham yaqinlariga ham zarracha o'sha
qarshi fikr aytilinmagan. Sen kimga gapiryapsan deb mana Xurram sultonlarda ko'rsangiz, munosabatni shundoq ko'rsangiz bo'ladi-ku, munosabat qanaqada u yerda. Endi o'ylang, erkak oilaning podshohi va o'sayotgan o'g'il bola mana shu oilaning kelajakdagi shahzodasi, podshohi. Endi o'sha podshohga quldek muomalada munosabatda bo'lgandan keyin ona, sen nimani ham bilarding, qo'lingdan nima ham kelardi degandan keyin bo'ldi, u o'zini potensialini ocha olmaydi. U onasini gapiga ishonadi ko'proq. Onam demak menda shuni ko'rdimmi, demak onamga munosib bo'lishim kerak deb harakat qiladi. Va bugun onalarimizni tabriklaymiz. Muvaffaqiyatsiz yoki oilani eplolmayotgan o'g'illarni ko'rib, o'shalardan didyo qilib yashayotgan onalarimizni tabriklaymiz. Siz mehnatingiz mahsulini olib o'tiribsiz. Boshqa narsa emas. Bu gaplardan keyin juda ko'p erkaklar bizdan norozi bo'lishadi. Menda emas, sizdan. Nimaga norozichilik? Albatta haqiqat tuqqaniga yoqmaydi degandek, to'g'ri gap har doim ham shirin bo'lmaydi. Bugun biz bir paytlar biz ayollarimiz jadal uyg'otishgan bo'lsa, bugun biz erkaklar jadal uyg'otish bilan bandmiz, ovoramiz. Bir kuni anaqada ketayotsam, taksida ketayotsam, telefonda gaplashganimni eshitib, siz kim bo'lib ishlaysiz dedi taksist. Psixologman desam, siz ham mana er nimaga kerak deydigan psixologlardanmisiz dedi. Keyin sizga tegdimi bu gap dedim. Desam, endi anaqada, mana bunaqa deb ketdi. Ozgina gapirdilar, o'zlarini nimalarini aytdilar. Endi yoshroq yigit, uylanganmi, uylanmaganmi bilmadim. Endi yosh katta emas demoqchiman. Keyin kimga tegdi bu gap dedim. O'zini vazifasini bajarmayotgan erkaklarga tegdi bu gap dedim. Biz mana shu gapga, mana shu chiqqan trendga e'tiroz bildirgan yigitlarni foiziga qarab, jamiyatni 70-80% erkagi o'zini vazifasini qilmayotganligini tushunib qoldik dedim. Bu gap vazifasini qilayotgan erkaklarga tegmaydi dedim. Ha, bitta mutaxassis gapirib o'tibdi deb o'tib ketadi dedim. Ichi chuqur, ichi bo'shliqqa to'la, hech narsasi yo'q, faqat og'riq yoki aytaylik o'zini imkoniyatini ochishga ota-ona tomonidan ruxsat berilmagan erkaklarimizga bu gap shunaqa tegib ketdiki, xuddi onasidan alamini olgandek, mana shu psixologga yopishib, bechora Nargiz Sattorova dedim, ahranalar bilan yurgan payti bo'ldi dedim. Nahotki ayolni erkaklardan himoya qilish kerak. Qani bugungi jamiyatda erkagi uyg'oq bo'lsa, ruhi uyg'oq bo'lsa, aslida bu gapga e'tiroz bildirish kerak emas edi. E'tiroz bildiryaptimi, demak vazifa qilinmayapti. Boshqa gap yo'q. Bolalikdagi taqiqlar. Bolalikdan berilgan taqiqlar udobni, qulay, nima desa ham xo'p deb aytganini qilib o'tiradigan o'g'il bolani shakllantiradi. Potensiali kam bo'lgan. Endi potensiali kam bo'lgan bolani shakllantirishadi-da erkak qilib. Ertaga nega ishing yurishmayapti? Nega bitta oilani boqa olmayapsan? Nima senga shunaqa tarbiya beruvdikmi deb yana unga tosh otishadi. Hech narsani eplolmaysan. Eplolmaysan, qo'lingdan ishlasa kelmaydi, mas'uliyatsizsan, qanaqa bo'lding? Biz avloddan bunaqa chiqmagandi. Nima bo'lding sen deb o'zi xuddi shu odamga aylantirgan shu ota-onani o'zi. Va endi vaholanki kelin tomonidan deymizmi, ertaga uylangandan keyin-da yoki quda tomonidan deymizmi, e'tirozli gap kelgandan keyin ular yana bolaga tashlanishadi. Endi bu bolani qabul qilish olmaydi bu holatda. Ha, ya'ni bugun jamiyatimizda o'zin joniga qasd qilayotgan ayollar emas, o'zin joniga qasd qilayotgan erkaklar ham ko'p. Sababi aytganimdek, avvalo ota-onaning munosabati, xatoligi va noto'g'ri bosimlar, noto'g'ri talablar, o'zini yoshiga mos bo'lmagan talablar va o'sha talabni qilishga harakat qilsa ham kamsitilishlar. Inson jonidan to'yib ketgandan keyin bu ishlarga qo'l uradi. Bu ishni qilish uchun ham jasorat kerak aslida insonda. Yashash uchun jasorat topa olmagan inson hech bo'lmaganda o'lish uchun jasorat qilishga oxiri urinib ko'radi-da. Chunki bunaqa hayotda ortda yasha olmaydi. Ayollarimiz hozirgi kunda qattiq xato qilishyapti. Bugungi jamiyatning ayoli, bugungi o'zbek ayoli, qaysi ma'noda o'zbek ayoli bo'lish juda ham qiyin. Juda ham og'ir deb rostdan turmushda yukidan charchagan ayollarimiz juda ham ko'p. Ro'zg'or tashishida qiynalib yashayotgan ayollarimiz ko'p, lekin men ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman. Ayol bo'lishdan charchab ketib, bugungi kundagi ayol tanasida erkak bo'lib yashayotgan ayollar ko'payib ketdi-yu. Shunaqa ishlab yashayotgan bir paytda ayrim erkaklar ayol bo'lishga qiziqishi ortib ketdi. Nimani hisobiga aytganimdek, haqiqiy ayol bo'lish ilmi ularda bor, bizda emas.
bizni ayollarga haqiqiy ayol bo'lish ilmlari berilmadi. Lekin ularni ayoldek tarbiya qilindi. Shu uchun bugungi jamiyatda aksariyat erkaklar, qaysidir erkaklari, ma'lum doiradagi erkaklar va bugun ular o'zini bemalol olib chiqib ijtimoiy tarmoqlarda o'zini targ'ib qilishdan ham uyalmayapti. Yomonni bilmayapti, chunki bu bo'yicha qonunlar ishlab chiqilindi, qonunlar ularning foydasiga ishlayapti. O'zbek mentalitetini, qadriyatlari, erkaklarning hamiyatiga ta'sir qilyapti qaysidir ma'noda bu xatti-harakatlar hamda. Chunki qarang, erkak kishi o'zini bemalol men ishlash uchun tug'ilmaganman, men sevgi va go'zallik uchun yashash uchun, chiroyli yashash uchun, komfort uchun tug'ilganman degan videolar orqali targ'ib qilishi kim nima atvet qila oladi? Ha, kommentariyada izohlar, boshqalar bildirilishi mumkin, lekin o'zbek erkagiga qanchalik to'g'ri bu narsa? Hattoki dinimizda siz gunoh qilsangiz, tavba qilsangiz kechirilishi aytilgan. Faqat qilgan gunoh ishingiz oshkor qilinmasligi kerak, chinni aytmasligingiz kerak. Nimaga? Aytsangiz targ'ib bo'lib qoladi. Bugungi kundagi qaysidir insonlar o'z qilayotgan ishlarini yoqlab, oqlab, targ'ib ham qilib chiqishyapti bu narsani. Va targ'ibot kuchayib boryapti borgan sari. Ha, demak ayol bo'lish osonroq ekanda. Hatto to'g'ridan to'g'ri kechaganda bitta mana bu telefon oladigan bola borib, qo'lini ushlab, qo'lingiz muncha yumshoq deb gaplashyapti, ko'rsangiz. Kechqurun kelganimda o'zim bilardim deb gaplashgan videolarini bemalol anaqaga olishgan. Keyin nima uchun qanaqasiga gul olyapsiz degan anaqalarga savollarga siz bilmaysizda, shunchaki gul yaxshi ko'rishingizni e'lon qilsangiz bo'ldi, gul o'zi kelaveradi deyapti. Gul olgisi kelishini eriga oylab, yillab aytib gul ola olmayotgan ayollar bor. Demak, buzilish biz ayollarda emas, ko'proq erkaklarda ketyapti ekan. Rahmat. Robiya opa, sizningcha baxtli oilaning siri nimada? Ayol kishining sabrida bo'ladi. Oilada muhabbat muhimmi yoki hurmat? Birinchi muhabbat Xudoga bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar Xudoga muhabbatingiz bo'lsa-chi, eringiz ham yaxshi ko'radi. Emotsionalni yaratilganda o'zi ayolning fitratida bu bor-ku. Lekin ayrim erkaklarimiz buni tushuna olmayapti. Internet sohasida ko'p aldamchi videolar ularni ham aldab qo'yapti-da. Psixologlar, ayrim blogerlar ba'zi bir oilalar buzilishiga sababchi deb o'ylaysizmi? Sababchi deb o'ylayman. Turmush o'rtog'i aytadiki, "Xo'p, roziman, qachonki onang uyimga meni nomimga o'tkazib bersa, Undan ko'ra javobingni berib qoling deb yaxshi yengil hayot xohlashyapti-da. Lekin bolalar hayotini o'ylashayotgani yo'q.